Irizga qildiring. Muomala qiling, bunday baqirmang. Muomala qiling. Nima qilaylik biz? Yaxshilab gapir, nima qilaylik? Xohlaysiz, siz uchastka chaqirib. Ikki marta kelib ketdik, ikki marta. Nima qildirolmayman? Qonun qoida mana bilaman. Nima qildirolmayman, jarima. Turishingizni qarang, musirga bo'tyapti hamma joyingiz. Hay, musirga botgan bilan managa pul bo'lsa mana uni. Oshxonangizni qarang, qo'lingizga shipirga ola olasizmi? Oshxonangizni qarang, qo'lingizga shipirga. Videoga olmang. Olaman. Shuni yozayotgan joy. Yozavering, mayli, yozavering. Yozavering olgan joyingizga. Yanalarni tozalabgina yozing. Tushundingizmi, yozsangiz ham? Oshxonangizni bilmay qolasiz. Yozing. Nima aytaman? Bo'shatib qo'ymang. Mana degan odam 30 turib. Solli boka, siz bilmagansiz. Xudoyim taolo peshonamga bergan. Tushundingizmi? Men rizqim bo'lgan. Tushundingizmi? Sizga emas. Kelib uyda tekshirmaydi, sizdan. Qoyil. Shunaqa zamonlarga ham yetib kelmiz. Hokimlar xonadonlarning eshigini tepib, buzib kiradigan zamonga ham yetib kelmiz. Bir paytlar bo'lardi shunaqa voqealar, qo'rqib turardik hozir kim kelarkin darvozani tepib deb. U zamonlar o'tib ketganiga necha yillar bo'ldi. Qayerga qarab ketyapmiz bilmayman boru. Shunaqa qonunlar turganda, moddalar turganda bular nahotki o'zini o'zi syomka qilib sharmanda qilishdan qo'rqmayapti hozirgi hokimlar. Essiz mansab.